Nimaga men bu maska haqida oldin bilmagan ekanman? Shu maskani ishlatishni boshlaganimdan beri burun atrofidagi chorniy tochkalarimni bitada tozalab berdi. Bu maska haqida meni obunachilarim bilishi kerak deb shartta videosini ham oldim. Bu qiz hamma maskalarni qo'lida surtadi deb Lagon brendi meni o'ylagan holda shunaqa shotkasini ham ishlab chiqarishibdi. Qoyil. Yoshligida kim yuziga qattiq surtgan oqaraman yoki-da sepkilim ketkizaman deb shunga o'xshab qoldim. Xullas 15 minut turarkan yuzingizda 15 minutdan keyin yuvib tasharkansizlar. Effektini ko'ringlar. Bitta maskani o'zida yuzimni qanaqa oqartirib tinni qilib qo'ydi. Chorniy tochkalarni ketkizib oldik. Endi poralarni qisqartiramiz. Lagon brendidan toner patladan foydalanamiz. Qurib qolgan yuzinglarni birpasda namlantiradi, oziqlantiradi, poralarni qisqartirib berishga yordam beradi. Poralarni butun umrga yopib tashlaolmaysizlar. Poralarni qisman qisqartirishingiz mumkin, chunki yuz o'sha poralar orqali nafas oladi. Bu Hodvi kosmetikalarni men sotmayman qizlarjonlar. Bu Hodvi kosmetikalarni barcha Bloom magazinlardan topsanglar bo'ladi yoki-da Bloom saytidan xarid qilsanglar bo'ladi. Bu videoni chorniy tochkasini ketkizolmay yurgan o'rtog'ingizga jo'natib qo'yinglar.